Zulfiya o'zbek shoirasi. Taniqli o'zbek shoirasi Zulfiya 1915-yilning 1-martida Toshkent shahrida Isroil temirchi oilasida tug'ildi. 1922-yildan 1931-yilgacha maktabda, so'ng 1934-yillar orasida qizlar bilim yurtida tahsil oldi. Mehnat faoliyatini juda erta boshlagan shoira deyarli bir umr jurnalistika va nashriyot sohasida ishladi. U 1935-1938-yillarda Til va adabiyot instituti aspiranti, 1938-1948-yillar mobaynida Bolalar nashriyoti muharriri, O'zbekiston davlat nashriyoti bo'lim mudiri, 1953-yilgacha Saodat jurnalida bo'lim mudiri bo'lib faoliyat yuritdi. Mashhur o'zbek shoiri Hamid Olimjonning turmush o'rtog'i, o'ziga xos she'riyati bilan minglab kitobxonlar qalbini rom etgan iste'dodli shoira Zulfiya xonim 1996-yilning 1-avgustida vafot etdi. Zulfiya Isroilova. Zulfiya xonim she'ri. Men o'tgan umrga hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim charaqlab, suyish kerak bo'lsa telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, chitmi yo kimxob, yurak boyligidan qilmabman parvo. Meni og'ushlagan hayot naq oftob, yangi qo'shiq talab, unda har saboq. Men o'tgan umrga achinmay qo'ydim. Hech kimda ko'rmayin umrimga o'xshash. Suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim. Izzat nima bildim, shuda bir yashash.